249-variant. Demek qaranglar, birinchi savol. Quyidagi ifodalardan to'g'risini tanlang. Kimyoviy, olmos kimyoviy elementdir. Noto'g'ri. Sulfat ioni S2 shu formulaga ega. Ikkinchi to'g'ri. Kaliy gidroksid molekulasi bo'lmaydi, shuning uchun uchinchi noto'g'ri. Ammiak molekulasi to'g'ri, grafit atomi noto'g'ri. C javob to'g'ri bo'ladi. Endi ikkinchi masalani tekshiramiz, ishlaymiz, ko'ramiz ikkinchi masala. İkinci meselede nobel ko'ydi. Tenglamani ko'chirib yozamiz. A 102 Nobeli B 96 Endi bu yerda nima degan? Qaranglar, ishlaydigan bo'lsak, 102 teng bo'ladi 96 plus 2x minus y ga. Ixchamlasak 2x minus y teng 6 chiqadi. X plus y teng 9 bo'lgan. Sistemani yechsam 13x teng 15, x teng 5 bo'ladi. Endi ishlatamiz. Endi mana bu joyga 5 qo'yamiz. Keyin y teng 4 bo'ladi. Demek mana bu joyga 4 qo'yamiz. Endi ishlatamiz. Bizga savol bo'lib qo'yibdi. A minus x. Savolda a minus x teng 249 degan. A minus x teng 249 bo'lsa, a teng bo'ladi 249 ga qo'shamiz 5 ni. Teng necha bo'ladi demak? 254 bo'ladi. Xulosa 254 gram nobeli parchalansa ne chiqadi? Göremiz yine. Bundan 4 mol, 4 Na elektron çıkadı. Bizde ise 12,7'de sorulgan. E'tibor beramiz. Agar 127 bo'lganda 2 bo'lardi. Hozir esa 0,2 Na bo'ladi. Javob D bo'ladi. Keyin 3-savolga qaytadan bo'lsak, 3-savolni ko'ramiz. Aralash keton deydi. Aseton, dimetil keton hisoblanadi. Ikki radikaldan bir xil bo'ladi. Metil etil keton ikki xil radikaldan hosil bo'lgan. Pentanon 3'te yine e'tibor beradigan bo'lsak, pentanon 3'e qaraymiz. Demak, 5 ugleroddan iborat. Mana bu yerda keton guruh turadi va mana bu e'tibor bering, mana bu ikki radikali bir xil. Bu ham aralash ketonga kirmaydi. Qaranglar, 4-sidan qaraydigan bo'lsak, mana bu metil izopropil ketonda ikki radikali ikki xil. Keyin dietil keton o'sha bir xil. Geptanonni tekshiramiz. Qaranglar, geptanondan necha uglерод bo'lishi kerak? 7 uglерод bo'lishi kerak. Demak 5, 6, 7. Mana 3-si. Tursa. Mana bu qismi etil, mana bu qismi o'sha butil. Aralash keton hisoblanadi. Shuning uchun javobga qaraydigan bo'lsak, 2, 4, 6. Bu javob to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi misolga keladigan bo'lsak, o'sha 4-misol. Temir 3 nitrat kristal gidrati bor ekan, demak, diqqat qilamiz. Temir 3 nitrat kristal gidratini H2O. Temirdan 1 bo'lsa, kislorod 18 deb turibdi. Kislorod 18 bo'lishi, mana bu yerda 9 bor. Bu yerda ham 9 bo'lishi. Shuni emirini hisoblasak, javob 404 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bu javob bo'ladi ekan. Demek 4-de doğru cevap bu.